312 ming. Toshkentdagi havo masalasi to'g'risi qaysidir bir ma'noda yangi normallikka aylandi. Mana. Demak, bizga baribir o'zi qashishlik kerak, havo tozalagich. Qarab ko'ramiz o'zi Toshkentda qolganmi? Chunki shunaqa ajiotaj bo'ldi, hozir qolmadi degan. Magazinlarga telefon qilib ko'ramiz. Aynan maishiy texnika sotadigan Texnomart bor, Radius, Ideya bor. Uchalasiga qilib ko'raylikchi, nima deyshar ekan. Bizga havo tozalagich kerak-da. Anaqa o'zi qashishlik qaysidir filialingizda qanaqa nima qolgan? Shuni ayting, iltimos. Xos qarab beraman. Rahmat. Biz ko'ramiz nima qilib. Qolmadi desa. Hop, Philips modeli bor ekan, hurmatli do'st. Nech pul u? 7.312 ming. Kompasda bor. Bitta o'sha yerda bor, to'g'rimi? Ha. Faqat shu qolganmi qo'lida? Shu model qolgan qo'yliqda faqat. Boshqa yo'q, boshqa filial. Modellarimiz qolmadi. 7 millionli bitta filialda, shaharda bitta joyda bitta qolgan. O'zida qachon bormi? Qaysidir filialda qanaqa modellari bor shuni bilsak. Modeli hali kelmadi-da. Ha, umuman hozir qolmadi. Ha, umuman yo'q, o'zida qachon Ha, qolmagan. Radiusda umuman yo'q. Qani, Antoniki, Shvaykiniki va Panasonicniki bor ekanda. Xiaomi, Philips shunga o'xshagan. Yo'q. Tushunarli. Panasonicniki 8.990 ming so'm. Shvaykiniki kattasi, ya'ni kattarog'i, u 2.790 ming so'm. Haqiqatda bunga ehtiyoj bor, shuning uchun olishyapti. Lekin bu juda ham katta, men uchun katastrofa. Magazinlarda yo'qligi, buni o'rtasida katta ajiotaj, buni orqasidan katta sabotaj bo'layotganligi bu rostdan ham achinarli holat.